Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Velillahi Elhamdülillahi Subhane men nevvara kulubel arifine bi nuril ma'rifeti vel iman. Ve şaraha sudura sadiqine bi şarkil hidayeti vel irfan. وأكرم عباده المؤمنين بصيام شهر رمضان. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. سبحان من فتح على الصائمين أبواب الرحمة وغفران وزين قلوب المحبين بتلاوة القرآن وغلق على الصائمين أبواب النيران في شهر رمضان. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. سبحان من وعد للصائمين دخول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا نبينا نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم إن للجنة بابا يقول له الريان لا يدخله إلا الصائمون في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العفو والغفران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة ناطقة بالحجة والبرهان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه صلاة موصلة إلى دار الجنان خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد أيها الناس أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم الغني العظيم سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytdi ve ma halaqtul jinna vel insa illa liya'budun. Men jinlarni ham kishilarni bor qildim, meni ibodat qilsinlar ishingni deydi. Ya'ni namoz vaqti jetdi ekan, jumg'a jetdi ekan, Alloh taolo bizni shoqira jumg'a namozini o'qirga, savdani qoldirga, ishlarimizni qoldirga, bunda kelib jumg'a namozini o'qirga Alloh taolo aytadi, u sizning uchun xayrli deydi. Biz o'ylaymiz ishni ishlav, savdoda bo'luv bizning uchun xayrli deydi. Ammo Alloh taolo aytadi, yo'q deydi. Jum'a vaqti jetgach, keligiz bunda deydi. Jum'ani o'qib ketagiz deydi. U sizning uchun xayrli deydi. Sizning uchun xayrli deydi. Andara jum'ani o'qib bitirgach, to'ralarimiz deydi, Alloh taolaning fazilatlari, ne'matlarini izlarga deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo kishilarni shoqira jum'a kunini bunda masjidga kelib jum'ani o'qib ketirga. Andara Allah subhanahu wa ta'ala bizga 5 vaqt namoz shunday farz qildi. Farz u majburiy degan so'z o'qisan savob, o'qimasan gunoh. Mana agarda biz 5 vaqt namozga bosamiz, Allah subhanahu wa ta'ala bizga va'da etdi jannatni inshaalloh. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, qiyomat kunida deya, eng birinchi rashod bo'lajak deya namoz bo'yicha. Agarda namoz tuzuk bo'lsa, boshqa amallarda tuzuk bo'la, durust bo'la. Namoz buzuq bo'lsa deydi, boshqa amallarda buzuq bo'ladi. Shulay Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, kimda kim 5 vaqt namoz bilan kelayotgan qiyomat kunida
Alloh taolo va'da iter şuşu kishini jannatga kirtirgan. Agarda 5 vaqt namoz olib kelmaykan, va'da etmaydi. Tili jannatga kiritam deb, endi jahannamga kiritam. Ramazon oyi jetkach, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga o'sha roza tutarga. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصوم. Mana Alloh subhanahu va taolo aytdi, kimda kim Ramazon oyiga erishdi deb roza tutsin deydi. Bu da majburiy amal. Bu da farz. Kim buni ishlaydi, u savobli bo'la, ajrli bo'la. Kim buni ishlamay ekan, u gunohli bo'la ekan. Kimdir aytmishli, mening bir gunohlarim yo'q, men bir kimga da ziyon keltirganim yo'q. Agarda u namoz o'qimay, jumg'a kelmay ekan, Ramazon oyida roza tutmay ekan, uning gunohlari jiyilib boradi, jiyilib boradi. Kimdir aytmishi, kimning hozir gunohlari yo'q deydi. Albatta, butun kishilarning gunohlari bor. Nol gunohlar ul shunday aybir, ul bizning ko'ngillarimizni osqa tortar. Nishik tanimizda ishloqlar jiyilib, bizning tanga ziyon keltirar ekan, avurtularimiz bilan shulay bizning jonda bo'lganda ishloqlar bor. U bizning gunohlarimiz. Bu gunohlar jiyilib borada yondari bir vaqt o'sha sababli bala qoza keldi. Qur'onda Alloh taolo aytdi, bala qozalarning sababi deydi, sizning o'zingizning qilgan gunohlaringiz deydi. Qur'onda shunday oyat bor. Shuning uchun kimgadir kim bala qoza kelar ekan, u eng birinchi shiraqda qaratish o'zimizning gunohlarimizga. Ya'ni o'sha eshiklardan chiqarga, bala qozalarning eshiklaridan Allohga qaytarga kerak. Namozga bosarga kerak, jumg'a keliriga kerak, roza tutarga kerak. Shundan so'ng ketgan barakat keri qaytar, inshaalloh. Alloh taolo aytadi Qur'onda, kimga mening dinim erishadi, ularni qabul etmaydi. Biz dunyo eshiklarini ochamiz deydi. Bu boyirga mumkin u vaqtda. No barakat eshiklarini Alloh yobar. U boyi masalan da ona din erishdi, masalan dinni qabul etmadi, namozga bosmadi, roza tutmadi. U boyi yurt sola, yaxshi mashinada yuri, no onun barakati yo'q. Barakati yo'q, yurtda yashi yurtga kirasi kelmaydi. Sinasi bor, sinasi bilan oralashasi kelmaydi. O'xshasi bor, o'xshaning ko'nglida rohati ko'rmaydi. Ne bu Alloh taolo ko'nglidan barakatni olgan. Chunki xo'ja bo'lib tura Alloh. O'xshalarning xo'jasi, rizqning xo'jasi Alloh. Biz o'ylaymiz, men rizq topam deb. Alloh taolo aytadi, men sizga beraman deydi. Alloh taolo rizqni bermasa, rizq kelmaydi. Alloh taolo birgina jibarak kishiga bir narsa ishlay olmaydi. Bir narsa ishlay olmaydi. Shuning uchun rizq Alloh taolodan keladi. Shulay bizning ustimizda Alloh taologa shukr etu. Alloh taolo aytadi, "Va in taguddu ni'matallahi la tuhsuha." Agarda siz Alloh taoloning ne'matlarini sanasangiz, siz uni sanab bitira olmayasiz deydi. Alloh taolo bizga hamda ne'matlarni berib turadi. U bizga ko'p ne'matlar berdi. Kimdir aytmishli, tege sadaqa masjidga solada 50 so'm. O'ylaydi Alloh hamar должен deydi. Butunay bir должен deydi. Всё. U o'sha baxtli bo'lgan ish. Hatta bir hazrat aytmishli, biz ona qorinda barqa keluvimiz bilan, bu dunyoga keluvimiz bilan biz Alloh qoshida o'sha kreditda. Alloh taolo qoshida o'sha kreditda. Alloh taolo aytadi, ona qornimda deymi sizga, sizni barqa keltiram deydi. Ko'radigan ko'zlar beram deydi, eshitadigan quloqlar beram deydi, yuraklar beram deydi. Alloh taolo aytadi, buyuk az kishilar meni rahmat aytadilar deydi. Ko'zimiz bor deydi. Ko'pmi turamna o'sha ko'z. Qulog'imiz bor, ko'pmi bayatram ekanlar o'sha quloq. Bir hadisda kelib, Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Alika zamonda bir kishi yashagan 500 yil bo'yi Alloh taolaga g'iybat qilgan monax kibik. Gunoh qilmishi. Alloh taolo Umar aytdi, qiyomat kunida mening rahmatim bilan ijmoga kirdi. Vata yo'q, mening amallarim bilan kirdi. Yo'q, bu bitini 500 yil g'iybat qildi, as tugul. Alloh taolo aytdi, "Olaysa o'shaga qo'yib soni 500 yil g'iybatdan, ikkinchi o'shaga qo'yib soni bir ko'zin." Bir ko'z butun 500 yilning g'iybatini bosar. Hatto biz 500 yil bo'yi g'iybat Allohga qilsak da, bir ko'z uchun biz Alloh taolaga to'lab bitira olmaymiz. Shu hatto Alloh taolo bizga bir ko'zdagina ko'p ne'mat berdi.
Oyaklarda ko'p nimet berdi, qo'llarımızda ko'p nimet berdi. Biz aytamiz, oyoq yerga tegish, endi quloq ko'rga eshitirga tegish, ko'z ko'rga tegish. Bir vaqt oyoqlar bitsa, akasi ko'p nimet yo'qoldi. Ko'z ko'rmay boshlasa, akasi ko'p nimet yo'qoldi, quloq eshitmasa ko'p nimet yo'qoldi. Şuşu nimetni kim beruvchi? Allah. Biz ona shukr etdikmi? Biz ona rahmat aytdikmi? Namoz o'qib, ro'za tutib. Mana olimlar aytadilar. Nechuk biz Alloh taolaga shukr etirga tegish. Eng zo'r shukrlardan birisi bo'lib sanaladi, eng zo'ri Allohga bo'ysunar ekan. Kishi bunda jumga kelib namoz o'qib ketsa, u Allohga rahmat aytadi. Kishi besh vaqt namozga bo'lsa ekan, Allohga rahmat aytadi. Ro'za tutar ekan, salomatlik uchun Allohga rahmat aytadi. Şuşa rahmet aytgani uchun Alloh taolo aytadi, men ne'matlarni istayman. Olimlar aytadilar, agarda bizning ne'matlarimiz istalmay ekan, kemib borar ekan, shukr etsin deydi, Allohga qo'ysin. Shukr etmoq sababli bizning ne'matlarimiz qo'limizdan chiqmoq. Salomatligimiz qo'ldan ketadi. Butun ne'mat qo'ldan ketadi. Ko'ngil tinchlik bizda ketadi. Ne sababli? Shukr etmoq sababli. Namoz o'qimoq sababli, ro'za tutmoq sababli. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Alloh taolo aytadi. Robbingiz sizning hukm etdi deydi, agar shukr etsangiz ne'matlarni istayman deydi. Kimda kim namozga borsa, rahmatlar Alloh taolo aytadi ekan, ro'za tutar, Alloh taolo ne'matlarni istaydi. Namozga bosqach kishining ko'ngil tinchligi baraka keladi. Namoz o'qigan so'yin uni rohat bo'lib ketadi. Namoz o'qigan so'yin tegi dunyoga savobni jiberadi. Muhammad Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, mayitni 3 narsa uzatadi, ikkisi geri qo'yadi, onun bilan birga birovga ketadi. Onu zota simyasi geri qo'yadi. Onu zota moli geri qo'yadi, onun bilan birga kira olmay qabrga. Onun bilan birga hammalari ketib boradi qabrga. Shuning uchun niçin biz savobning qadrini bilmaymiz? Namoz o'qiymiz, onun uchun savob, ro'za tutamiz, onun uchun savob. Niçin qadrini bilmaymiz? Çünkü o ko'zga ko'rinmaydi. Ko'zga ko'rinmagan ish biz uni qadrini bilmaymiz. Biz qadrlaymiz ko'zga ko'rina turgan narsa. Oqsha u ko'zga ko'rina. Zapata bizga beradilar 30 ming, 100 ming, bizga dog'anda dardlanib ketamiz, shuni ishlaymiz. Yurt solganda endi yurt ko'rina, savob, hammani ishlaganda savob ko'rinmaydi. No qabrga kirgach, bunda valyuta o'zgaradi. Bunda sen so'mlarni, dollarlarni kirita olmaysan qabrga. Yurtni kirita olmaysan qabrga. Onda kirib ketadi bizning izg'amalar ekan. Shuning uchun qadrli jamoat musulmonlar nasa aytasi kelar. Alloh taolaga shukr etdik, Alloh taolo qilgan ishlarni ishlaylik. Alloh taolo bizga endi ne'matlarni istab turar inshaalloh. Shuni bilan ketgan ne'matlarni geri qaytarar. Kimni salomatligi yo'q, Alloh taolo geri salomatlik qaytarar inshaalloh. Tilasa Alloh taolo. Shuning uchun shaqaram endi bunda jamoatlarga jumg'aga bosamiz. Ramazonda ro'za tutamiz, 5 vaqt namoz o'qiymiz. Allah subhanahu wa ta'ala tegi dunyoda da ne'matlarni berir, jannatni berir, bu dunyoda da gunohlarimizni kechirib, inshaalloh bu dunyoda da rohatni berir. Subhanak va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dua qilib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Robbimiz Alloh